بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz mehmonlar, Alloh subhanahu va taolo qadamlaringizga hasanat bersin. Azizbek akamizning xonadonlarida bo'layotgan bu xursandchilik Asomiddin qorining nikohlarini Alloh muborak aylasin. Yoshlar haqida qiladigan duolarimizni Alloh o'zi ijobat qilsin. Bu yerda bu munosabatning sababi nikoh bo'lgani tufayli Qur'oni Karimdan birgina oyatni, oila mavzusiga doir birgina oyatni Alloh subhanahu va taolo bildirgancha aytmoqchi bo'lamiz. Bu siz bilan biz o'tirgan munosabat, nikoh munosabati yangi oilaga asos solish. O'ylamangki bir qiz bilan bir yigit turmush qurdi, shu ikkalasini baxt va saodati uchun qilindi shuncha harakat. Yo'q. Balki bu bir kichkina oila bo'lib ko'rinsa-da, bir juft, kichkina juftlik, lekin bu kelajakda bir millatga asos solish bu. Siz bilan biz ham bitta katta millat bo'lsak, birgina ota-onadan tarqaganmiz. Balki butun insoniyat birgina Odam va Havvodan tarqagan alayhissalom. Shuning uchun dinimizda bu aqdga e'tibor baland. Chunki har bitta oila yangi bir jamiyatga, balki bir millatga asos solish. U poklik bilan, halollik bilan, mana bunday duoya xayrlar bilan, ko'pchilikning ishtiroki bilan asos solinadi. Bu dinimizda oila masalasi juda ham muhim ekanidan shunday sunnat joriy qilingan. Insoniyat tarixidagi birinchi oila Odam va Havvo onamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu ilk oilaning birinchi palla, hayotlarining birinchi pallalarini va birinchi farzand ko'rishlarini bitta oyatda hikoya qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Huvallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Şu ayet-i kerimede Allah Teala merhamet kıladı ki Allah şunday zat ki sizlerini birgina şahsdan yarattı. O onun cüftünü o'zidan yarattı, unda taskin olsin uchun. Qachonki o shaxs, ya'ni Odam alayhissalom, ikkinchi shaxs, ya'ni Havvo juftini qurshoviga olganda, qachonki uni o'zining bag'riga olganda, u homilador bo'ldi, yengil homilador bo'ldi. O'sha homilasi bilan yuraverdi. Qachonki og'irlashgan paytda ikkalalari Robbilari Allohga duo qilib aytdilarki, agar bir solih berganingdaydi, shukr qilguvchilardan bo'lardik. Mana shu oyat-i karimaning lafziy ma'no tarjimasi. Lekin mana shu qisqa jumlalarda Alloh subhanahu va taolo juda ko'p haqiqatlarni bizga bayon qilgan. Birinchi haqiqat shuki, huvallazi xalaqakum deb boshlagandan Alloh shunday zotki sizlarni yaratdi. Demak, insoniyat o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan emas, yerdan unib chiqqan yoki osmondan tushib qolgan emas, yoki qurt-qumursqadan, maymundan odamga aylangan emas, balki hozirgi siz bilan biz yashab turgan, ko'rib turgan odam shaklida yaratilgan. Yaratuvchisi bor. Birinchi haqiqat shu. İnsoniyat tan oladimi, olmaydimi? Haqiqat shu. Chunki hech qachon
tasodif natija bermaydi. O'zidan o'zi bir narsa vujudga kelmaydi. Ta'sir beruvchi kuch bo'lmasa natija yuzaga kelmaydi. Bir nabat o'sib chiqishi uchun osmondan yomg'ir yog'ishi kerak, tuproq bo'lishi kerak, urug' bo'lishi kerak, unga ta'minot bo'lishi kerak, quyosh, oy, yulduz bo'ladi, keyin bitta nabat o'sib chiqadi. Bunday komil inson o'zidan o'zi dabdurustdan yoki tasodifan paydo bo'lishi mumkin emas. Uni har qanday aql, har qanday ilm idrok qiladi va tasodifni inkor qiladi. Birinchi haqiqat shu, sizlarni yaratuvchingiz Alloh. Ikkinchi haqiqat, xalaqakum min nafsin vahida, bitta nafs, bitta shaxsdan yaratgan. Bu butun insoniyat birgina shaxsdan, Odam alayhissalomdan tarqalganini aytish yana bitta haqiqat. Hozirda genetika olimlari, o'sha gen bilan shug'ullanadigan olimlar, biolog olimlar va genetik olimlar ta'kidlaydiki, insoniyatni hammasi, qorasi-yu, oqi, qizili-yu, sarig'i, Afrikadan g'arbgacha, g'arbu sharq hammasi geni olib tekshirilsa, hammasida shunday mushtarak genlar borki, ularning asosi bitta ekanini ko'rsatadi. Bilasizki, genetika ilmida gen o'zgarmaydi. Gen ko'chadi, ammo yo'qolib ketmaydi. Shuningdek, boshqa narsaga aylanmaydi ham. İnson kelajakda yana 1000 yil yashasa, undan ko'ra kattaroq yoki boshqacharoq mavjudotga aylanib qolmaydi. Xuddiki u maymundan aylanmagandek. Maymun bo'lib qoladi, inson bo'lib qoladi. Gen o'zgarmaydi. Lekin o'sha gen ilmida aytiladiki, insoniyatning hammasida mushtarak genlar borki, ularning asosi bitta ekaniga dalil. Bu fan isbotlagan ilmiy haqiqatlardan. Ana shu haqiqatni mana 20-asrga kelib olimlar, biolog olimlar, genetik olimlar tasdiqlagan bo'lsa, Qur'oni Karim shu haqiqatni bizga aytayapti. Sizlarni bitta nafsdan, bitta shaxsdan yaratgan. Ko'pgina qurtlardan, ko'pgina maymunlar paydo bo'lib, ko'pgina maymunlar har tomonda odamga aylangan emas. Balki bitta shaxsdan tarqagansizlar. Lekin shuni o'zi tuqqan emas. Unga juft yaratib, jufti orqali ikki kishidan tarqagan. Endi ikkinchi haqiqatda aytadi Qur'oni Karim. Va xalaqa minha zawjaha, juftini o'zidan yaratdi. Juft odatda ayni shaxs bo'lmaydi. O'ng chap bo'lmaydi, chap o'ng bo'lmaydi. Ikkita o'ng juft bo'lmaydi. Ikkita chap ham juft bo'lmaydi. Juftlik odatda bir-biriga mutanosib tushadigan ikki xil narsa juft bo'ladi. Bir-birini to'ldiruvchi bo'lganda juftlik deyiladi. Ana shu ikkinchi juftini Odam alayhissalomning jufti zavjini o'zidan yaratdi, ya'ni Havvoni. Bu ikkinchi haqiqat. Uchinchi haqiqat balki, ya'ni Odam alayhissalomni yaratib, Alloh taolo Havvoni ham xuddi shunday tuproqdan yaratib, ikkovingiz yashang desa bo'laverardi. Lekin yo'q, Havvoni alayhissalom Odam alayhissalomni o'zidan yaratdi. Qovurg'a suvagidan yaratdi. Allohning qudrati tuproqdan qanday jonzot yaratgan bo'lsa, suvakdan xuddi shunaqa jonzot yaratdi, ozgina farqi bilan. Endi nimaga o'zidan yaratdi? Ikkinchi insonni ham, Havvoni ham tuproqdan, loydan yasab turib, mana ikkovingiz juft bo'ldingiz, yashang desa ham bo'lardi. Lekin nimaga o'zidan yaratdi? Desa, Alloh taolo liyaskuna ilayha, undan taskin olsin uchun. Ikkala jism bir-biriga begona, ikki tomonda shakllangan, ikki tomonda yasalgan mavjudot bo'lmasin, balki biri ikkinchisidan sug'urib olingan bo'lsin. Shuning uchun ayol erkakka juz
kulga talpingandek talpinadi. Erkak ayolga kul juzga talpingandek talpinadi. Ya'ni insonning bir qismi, har bir qismingizda e'tibor qiling, mehringiz bor. Agar qo'li kesilgan, oyog'i kesilgan odamlar bo'lsa biladi. Bir a'zosi kesilgan odam, a'zosi kesilganda mehri qoladi o'sha a'zosidan. O'sha a'zosiga mehri jo'shiydi. A'zo ham asl taniga talpinadi. Odatda juz deganimiz bo'lak, kul butkul narsa. Juz bo'lmasa kul butun bo'la olmaydi. Parchalardan tarkib topgan bo'lsa, masalan shu uy devor tomdan iborat bo'lsa, bitta devor yo'q bo'lsa, uy butun bo'lmaydi. Shuningdek, inson, erkak ham Alloh uni bir parchasini olib yaratdiki, to o'sha parcha o'ziga qaytmaguncha ko'ngli to'lmaydigan bo'lsin. Unga talpinsin. U ham parcha ham o'zining asliga qaytmaguncha taskin olmaydigan bo'lsin. Bir-biridan taskin oladigan bo'lsin uchun biridan ikkinchisini yaratdi. Yana bir haqiqat sonini aytmay qo'yamiz. Asos erkak bo'lgan. Oldin ayolni yaratib, undan erkakni chiqarish ham mumkin edi. Yo'q, oldin erkakni yaratib, undan ayolni chiqargan. Bunda nima tushuniladi? Oilada asos erkak bo'ladi. Oilada oilani quruvchi, boshqaruvchi kishi erkak bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo shu sunnatni birinchi Havvo onamizni yaratishdan boshlagan. Shuningdek, Havvo onamizni qovurg'a suyagidan yaratilgan. Bosh suyagidan, oyoq suyagidan yaratmaganki, balki bag'ridan olgan. Yuragini oldidan olgan. To'yinki ular bir-biriga bag'ir berib, bir-biriga shunday talpinib yashashlari uchun. Qachon inson sukunat topadi, bir ikkinchisiga talpinganda yetishgan paytida sukunat topadi. Alloh mana shu narsani iroda qilib, Havvo onamizni Odam alayhissalomni qovurg'alaridan yaratdi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo oila qurishdagi bir islomiy dunyoqarash va falsafaga asos soladi. Ya'ni taskin olish. Shuning uchun doim tavsiya qilamizki, birovga turmushga chiqmoqchi bo'lsa, yo birovga uylanmoqchi bo'lsa, asos sifatida nimani olsin? Asos sifatida shu ayoldan yoki shu erkakdan men taskin olamanmi? Ruhan, qalban, ma'nan, balki jismonan ham taskin olamanmi? Ana shu savolni qo'yish kerak. Bir-biridan taskin oladigan suratda oila qurilishi kerak. Ammo palonchi aytdi, pistonchiga xo'p deb qo'yibman, palonchidan qolmasligim kerak, palonchiga o'xshash kerak degan yoki puliga qarab, eniga, bo'yiga qarab, axloqiga qaramasdan qurilgan oilalar uzoqqa yetmaydi, chunki taskin olmaydi. Taskin odatda qalb xususiyati bo'ladi, axloq bilan kasb qilinadi. Shuning uchun uylanganda, turmush qurganda axloqiga qarash kerak juftning. O'sha axloq egasidan taskin olishga qarash kerak. Shunda o'sha oila mustahkam bo'ladi, poydevori to'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Alloh taolo mana shu joygacha aytgan so'zi jannatda bo'lgan. Shu jannatda yashashgan shu holatda. Keyin qaytarilgan mevani, qaytarilgan mevani yeb qo'yib, yer yuziga tushganlaridan keyin er-xotinlik boshlangan. Ana ikkinchi hayotni, ikkinchi qismini, yer yuzidagi qismini oyatning ikkinchi qismi aytadi. Falamma taghashaha hamalat. Qachonki Odam alayhissalom Havvoni alayhissalom qurshoviga olganda u homilador bo'ldi. Yukli bo'ldi, yengil yukli bo'ldi. Mana shu oddiy jumlalar hikoya xolos suratda, lekin juda katta ta'limot va haqiqatlar bor. Birinchi, Alloh subhanahu va taolo bu hikoyani nimani aytayapti? Ular
Odam alayhissalom